Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh kuninglarni xayr va barakatli qilsin. Bugun mana Sergeli mashina bozoridamiz. Inomarka tomonida o'sha elektromobilimiz bor edi. Sizlarga obzor qilib o'tamiz. Bozorga sotuvga chiqqan. Nissan Selfie 2019 yili Xitoyda zborka bo'lgan. Batareyasi 40 kilovat soat beradi. Pробеги запас зарядка 338 beradi. Nissan Leaf'ni Xitoyda zborkasi. Nissan Leaf'da orqada o'tirganlarga mana bemalol joy bor. O'rtada supachasi bor. Bu yerda pereda xranitel turadi. 1 oy, 2 oy mashina minilmasda safarga chiqqaningizda shuni qopqog'ini ochilasizda, pereda xranitelda olib qo'yiladi. Blokirovka bo'ladi. Shuni ostida sideniyalarni pastida joylashgan batareyka. Batareyka ham pereda xranitel shu yerda joylashgan. Shundan batareyka uzoqroq vaqt xizmat qiladi. Shuna qilib uzoq safarga chiqqanda blokirovka qilib pereda xranitelga olib qo'yiladi. Nimasi bo'yicha Xitoyda Volkswagen Elavidadan keyin turadi. Ko'p iste'mol qilinadi, ko'p savdo sotilgan mashina. O'rtacha mashina. O'rta sinfdagi mashina hisoblanadi. Mana oldilari ham keng. Monitor qo'yilgan, buni ruscha, Android litsenziyali Android sistema. Rusifikatsiyasi bor, ruscha qilsa bo'ladi. Mana bu chexollari ham qo'yilgan. Ko'p o'zi qo'yilib, bu yerda qadab kelingan. Start stop deydi. Mana storsini bilib ko'radigan bo'lsalar, Nissan Leaf'dagilar bilishadi. Jo'shqili, chiroyli mana shu holatda. Mana shunisi qolgan. Ko'rinishi mana sxemalari ham o'sha. Monitorni o'zgartirilgan, o'sha oldida speedometrda rol monitorcha qo'yilgan. O'zlari yaxshi holatda mashina. Hop, Nissan Selfie'da zaryadka qilish xonasi shu yerda bo'ladi. Ochiladi. 380 ga ham bыстрый zaryadkaga, oddiy 220 ga shu oldidan bo'ladi. Shunda bo'ladi. 280 da yarim soatda bo'ladi. 220 da 40 kilovat bo'lsa 10 soatda, 12 soat atrofida bo'ladi. Uy sharoitida 12 soat. 7 kilovatlik qo'ysanglar ham bo'ladi. 220 lik 7 kilovatlik zaryadni qo'yganingizda unda 6 soat atrofida bo'ladi. Uy sharoitida. Faralarni ham o'zgacha qilishgan mana. Faralarni ko'rishingiz mumkin. Alohida dizayn berishgan. Nissan Selfie. Oldini qora qilib, oldini ko'k qilib chiroyli qilishgan. Balonlari ko'rib qo'yamiz. 195 ga 60 16 lik ekan. Buni shtampoviy
saka qilib 252 ga 55 yoki 60 17 ballon qo'ysanglar rosa yarashadi. Saka unga yaxshi. Zero emission o'zini belgisi qolgan. Nissan'da shartnomasi bo'yicha xitoyliklar o'zgartirmagan. Brendini o'zgartirishmagan. Nissan bo'yicha qoldi. Xo'p, bunga 360 kamera ham o'rnatish mumkin. Yana bir ikkita narsalar o'rnatsanglar bo'ladi. Navro'ch o'zi bu pozitsiyasida bu narsalar bo'lmaydi. Kelgandan keyin yoki Xitoydan kelayotganda o'sha yerda kelganda montaj qilsa bo'ladi. Mana bu indikatorlar, uni ko'rib turganinglar, zaryadkaga qo'yganingizda shu bo'ladi. Yonib turadi, o'sha aytib turadi sizga qaysi birinchi palochkasi yonganda mana shu birinchisi 10% qolganini aytadi, 20 da o'sha 50%, uchinchisi yonib o'chishni boshlaganda 100% bo'lib oxiri to'lganini aytadi. Hop, tepasida plavnik bo'lib qo'yilgan, chiroyli qilib. Orqa faralar dizaynda chiroyli o'rnatishgan. Parktroniklari bor. Parktroniklari ko'rib turganlar, orqaga yursa signal beradi. O'zini belgilari zero emission. 9 ekan. Holati yaxshi mashina. Hadovoylari hammasi yaxshi. O'zimizda zapchaslari bor ekan. O'zimizda Toshkentda zapchaslari bor Nissan'larda. Demak, kelsanglar bo'ladi. Mana Dinamarka tomonimizda turibdi bugun. Nasib telefon qilsanglar, mashinamizga nima beramiz? Xaridorga bog'lab beramiz. 12 soat, ko'rsatiladi 6 soat. Yili 2019, narxiga kelsak, bu mashinamizni 22 ming kami bor. Ya'ni kelishamiz. Sveti oq jemchug. Mana o'zlari o'zi 22 ga ham tushirdi, 23 ga yotdi, 22 dedi. Mana bozorda turib telefonni mana yana dogovor qilsa bo'ladi. Telefon qilinglar. Mana bozorimizga bugun chiqdi. Nasib qilsa egasi baraka qilishi mumkin. Xo'p, bizni nomerlarimizga telefon qilsanglar, yana Xitoy boshqa mashinalari bor. Xitoydan olib kelib berishimiz mumkin. Tek xizmat, mashinani olishdan oldin ko'rib berishimiz. Xullas, elektromobil bo'yicha nimaki savolinglar bo'lsa, telefon qilishingiz mumkin. Qo'limizdan kelganicha yordam qilamiz. 90 349 52 67 bemalol YouTube'da videomizni pastiga ham qo'yib qo'yamiz, yuqorisiga ham nomerlarni telefon qilishingiz mumkin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.